Sahobalardan birlari aytadilarki, sizlar bilib bilmasdan gapirib itingiz orqali ham shirk keltirishingiz bor. Shu it bo'lmaganda uyimizni o'g'ri olardi deydi dedilar. Yaxshi ham it bor ekan, it bo'lmaganda uyni o'g'ri olib ketar edi deganda Xudoni esdan chiqargan bo'ladi. Allohni esdan chiqargan bo'ladi. It qo'rib turibdi, agar it bo'lmasa ketdi. Yo'q, Alloh qo'riydi, it sababchi. Bizda shunaqa bilib bilmay odamlarning tilida urf bo'lib qolgan gaplar ko'p. Hozir yangi o'sib kelayotgan yoshlarda yo'q, avvallari yo'q pirim derishadi. Narsani ko'tara olmay qolsa pirim deydi. Ya'ni pirim yordam bering degani. Ba'zilar yo Ali deyshar edi. Ya'ni Aliga, Hazrati Aliga nido qilib, men narsani ko'tarmoqchiman, ko'tara olmayapman, siz yordam berib yuboring degandek bo'ladi. Aytib yurib, hozir bu lafzlar kam ishlatib qolindi. Hozir palonchini arvohi qo'llasin, pistonchini arvohi o'zi yordam bersin degan gaplar ko'p. Yo'q, arvoh qo'llamaydi hech kim. Alloh qo'llaydi.